Assalomu alaykum bolajonlar. Sizlar bilan yana bir mantiqiy o'yinlar o'ynashni boshlaymiz. Demak, mana bu yerda 3 burchak yasa o'yini. Demak, boshlaymiz. Bolajonlar 3 burchak yasaydi. Agarda 3 burchakning har uchala tomoni ham agarda bir xil rangda belgilagan bo'lsa, o'shanga 5 ochko beriladi. Demak, mana Sarvar yutqizdirishni boshladi. Lekin yaxshi strategiya qildi. Siz oynama. Vaqtimiz. Demak, Muslima endi erisha olmay qoldi. Mana bu joyda ham qilmoqchi edi. Sarvarning biroz kallasi ishlab qoldi. Yaxshi, siz. O'sha qachsin men bo'lardi-ku. Ha, o'zingiz chizib qo'ying. Muslimaning onasini olmoqchi edi, lekin Muslima anaga ega bo'ldi. Chizamiz. Demek sanab chiqaylikchi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ta demak 3 burchakligini nechta? Bitta bormi Sarvarda? 5 ta bo'lsa 5 qo'shsak 13 ta bo'libdi Sarvardagi, Muslimaniki. Bitta 5 ta, 6, 7, 8, 10 ta, 11 ta ekan. 11 ta kim yutdi? Sarvar. Sarvar bu yerda yutdi. Sarvarniki ishi 13 ta bo'ldi, seniki 12 ta bo'ldi. Demak nima olasan Sarvar? Ha, demak boya Muslima buni olgandi. Demak, endi bu ham Muslimaga nima qilyapti? Olib beryapti. Barakalla bolajonlar. Bolajonlarga mana shu o'yinlarni o'ynashni qilamiz, tavsiya qilamiz.